Atmosferniy, gibrid hamda elektromoshinalarning farqi nimada? Atmosferniy bu oddiy benzinli mashinalar. Bu mashinalar an'anaviy ichki yonuv dvigatelida ishlaydi. Atmosferniy deyilishiga sabab u havoni tashqarida tabiiy bosim ostida turbinasi so'rib oladi. Qanday ishlaydi? Benzin va havo aralashmasi silindr ichida portlab, porshunni harakatlantiradi. Pluslari: tuzilishi oddiy, ta'mirlash oson va arzon. Minuslari: yoqilg'i sarfi nisbatan ko'p. Quvvati turbinali mashinalarga qaraganda pastroq. Avtomobil sohasida bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni bilishni istasangiz, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Gibrid mashinalar. Gibrid bu ikki olam o'rtasidagi ko'prik. Unda ham benzinli motor, ham elektromotor bo'ladi. Qanday ishlaydi? Past tezlikda mashina faqat tokda yuradi. Tezlik oshganda yoki akkumulyator o'tirib qolganda benzinli motor ishga tushadi. Asosiy siri, gibridni zaryadlash shart emas. U tormoz bosganda yoki motor aylanganda o'zini o'zi zaryadlab oladi. Pluslari: benzinni juda kam sarflaydi, ekologiyaga foydali. Minuslari esa: tuzilishi murakkab va narxi qimmatroq. Elektromashinalar. Bu mashinalarda benzinli motor, karburator, klapan yoki moy almashtirish degan tushunchalar umuman yo'q. Qanday ishlaydi? Tag qismida ulkan batareya va g'ildiraklardan elektr motorlar bo'ladi. Xuddi telefoningiz kabi rezistkalardan foydalanadi. Pluslari: juda tezlashadi, yoqilg'i xarajatlari deyarli yo'q, moy almashtirish dardi yo'q. Minuslari keladigan bo'lsak, zaryadlash uzoq vaqt oladi. Bitta zaryad bilan cheklangan masofagacha yuradi. Qishda batareya quvvati tezroq kamayadi. O'zbekiston sharoitiga qaysi biri yaxshi deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying.